La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Yodlab olishimiz kerak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Mana shuni deydi ulamolarimiz. Men odamlardan hayron bo'laman, boshiga tashvish tushadi-yu shu duoni o'qimaydi. Agar shu duoni o'qisa tashvish arirdi. Chunki Yunus alayhisalomni Alloh subhanahu va taolo aytadi. Agar tasbih aytmaganda u balig'ini qornida qolib ketardi deydi. U kishi tasbih aytdi, Allohni poklab yod etdi. Mana bu duolarni qildi, Alloh unga najot berdi. Shuning uchun oyatning davomida fastajabna lahu va najaynahu minal gham. Biz Yunusning duosini qabul qildik va unga g'amdan najot berdik. Va kazalika nunjil mu'minin. Biz mu'minlarga mana shunaqa najot beramiz deydi. Shuning uchun mu'minlar agar chin ixlos bilan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin o'qisa, inshaalloh unga najot bo'ladi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Yodlab olishimiz kerak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Mana shuni deydi ulamolarimiz. Men odamlardan hayron bo'laman, boshiga tashvish tushadi-yu shu duoni o'qimaydi. Agar shu duoni o'qisa tashvish arirdi. Chunki Yunus alayhisalomni Alloh subhanahu va taolo aytadi. Agar tasbih aytmaganda u balig'ini qornida qolib ketardi deydi. U kishi tasbih aytdi, Allohni poklab yod etdi. Mana bu duolarni qildi, Alloh unga najot berdi. Shuning uchun oyatning davomida fastajabna lahu va najaynahu minal gham. Biz Yunusning duosini qabul qildik va unga g'amdan najot berdik. Va kazalika nunjil mu'minin. Biz mu'minlarga mana shunaqa najot beramiz deydi. Shuning uchun mu'minlar agar chin ixlos bilan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin o'qisa, inshaalloh unga najot bo'ladi.